إذا كان يحمل Xavorijlarning fikrini ma'qullagan har qanday odam xavorij hisoblanadimi? Agar u xavorijlarning barcha fikrlarini ma'qullasa, u xavorijlardan hisoblanadi. Agar xavorijlarning ba'zi fikrlarinigina qabul qilsa, unda xavorijlarga xos bir fikr bor deyiladi. Bu xuddi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislari kabidir. U zot aytadilar: Munofiqning belgisi 3 ta: gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa va'dasiga xilof qiladi, omonat qo'yilsa omonatga xiyonat qiladi. Xo'sh, endi har bir yolg'on gapirgan musulmon munofiq bo'lib qoladimi? Yo'q, lekin unda munofiqlarning bir sifati bor deymiz. Agar xiyonat qilsa ham unda munofiqlarning bir sifati bor deymiz. Agar bu yomon sifatlarning hammasini o'zida jamlasa, ana shunda uni munofiq deb aytamiz. Xavorijlar masalasida ham xuddi shunday. Biror kishi xavorijlarning bir gapini aytsa, bu xavorijlarning gapidir deymiz. Ammo agar ularning barcha qarashlarini qabul qilsa, ana shunda bu kishi xavorijlardan bo'lib qoladi. هذا صار من الخوارج. وضحت؟